Assalomu alaykum, yaxshimisizlar, tuzingizlar. Shunaqa odamlardan ehtiyot bo'linglar. 8-noyabrda $900 opa pul opaga edi. sovuqda 11 uyga million borib qancha ishondatganmiz. Mehmonxonasiga ham, yotoqxonasiga ham qo'yib berganmiz. 560 ming, ha. 560 ming. Opamiz bir million puliz berdim, naqd kech degan qoldim. 16 1 million million so'mga berdik. kelishganmiz, Ofisim borganimizdan 16 keyin million 3,5 million so'm kam bergan qo'limizga. 16 million bo'lgan. Uka uzoqqa 4 kunda Hozir tashlab opa olaman yana, degan. Boshda ular deb o'tdi, opa qo'lingizga naqd beraman degan suv desak, uka shunaqa bo'lib qoldi deb gapiryapti. Gapini eshitganlar ham bo'ladi. Uzoqqa 4 kunda tashlab olaman degan shu videoga olganman. Zapsiz Mana bormi? bu opa Lavzim bor. Yo'q, zapsiz bormi? Xudodan ham qo'rqmaydi ekan. Uka odamlar yomon olib ketgan, Xudodan qo'rqaman. Bu rosa gapirgan bu opa. 60 millionni ham mayli. Yolg'onchi ekan bu opa. Men 4 kunda Shu mebel ovorib qo'ysanglar ham eshitayotgan ustalar bo'lsa, o'zimizga o'xshagan ustalar 15,5 bo'lsa, million lavz qilgansiz, uka. pullarni vaqtida olinglar. 3 millionni men Shunaqa 4 kunda odamlardan tashlab ehtiyot bo'linglar. Bu dunyoda olmasam, menga kerak emas. nari dunyoda olaman qiyomatda. 4 kunda uzoq borsa 4 kunda. Ya'ni nimalarni yig'ishtiramanda tashlaverman. Menga anaqangizni tashlavering. Ana unaqa kartangizni. Bormanda.